Mashhur Risolatul Qushayriya kitobida Abu Said Khudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tuyaga yem berardilar, uyni tozalardilar, poyafzal tikar, kiyim yamardilar, qo'y sog'ar, xizmatkor bilan ovqatlanardilar. Agar qiynalsa, birga xamir qorardilar. Bozordan olgan bozorliklarini uylariga o'zlari ko'tarib kelishdan hayo qilmasdilar. Boy va kambag'al bilan qo'l berib so'rashar va salomni birinchi bo'lib berardilar. Chaqirgan joyga pisandsiz bo'lmas, agar yomon xurmo qo'ysa ham borardilar. Yengil xarajat, muloyim xulqli, go'zal tabiat va husn muosharatli edilar. Ochiq yuzli, kulmay tabassumli, xumraymay mahzun, xorlanmay tavozili va isrofsiz saxovatli edilar. Qalbi nozik va hamma musulmonga rahmdil bo'lganlar. To'ygandan hech kekirmaganlar. Ta'ma tufayli aslo qo'llarini cho'zmaganlar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Azizlar, qadrdonlar, bizni kuzatib turganlar, mana bu muborak Ramazon oyida har birimizning odobimiz, axloqimiz, turmushimiz uchun zarur bo'lgan bir holatni Abu Said Khudri radhiyallohu anhu bizlarga rivoyat qilib, ochiq oydin bayon qilib berganlar. Qarang, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sifatlarini tushuntirib beryaptilar. Rasulimiz sollallohu alayhi va sallamni hammamiz yaxshi ko'ramiz. U zot va barakotni ulug'laymiz, u kishiga intilamiz va u zotday bo'lishlikka harakat qilamiz. Demak, qarang, payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam shunchalik ulug' Allohning habibi, payg'ambarlarning imomi bo'lsalarda, lekin oddiy bir inson kabi hayot kechirganliklari alohida ta'kidlanyapti. Bu joyda aytilayotganiga qaraganda, uy tozalardilar, poyafzal tikar, kiyim yamardilar, maşalloh. Ya'ni erkak kishi ham ba'zida ana shu uy ishlariga yaqindan yordam berishliklari bu payg'ambarimizning go'zal xulqlaridan ekanligi aytilyapti-ya. Hattoki o'zlarining kiyimlarini o'zlari tuzatardilar. Ba'zida qo'y sog'ishliklari, xizmatkor bilan ovqatlanishliklari ham aytilyapti. Bu nimaga dalolat qiladi? Bu kibr, manmanlikdan yiroqlik bir holat. Hammaga baravar bo'lish, ya'ni insonni insonligi uchun hurmat qilish, ijtimoiy mavqedan qat'iy nazar insonligi uchun unga oqibatli bo'lishni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlari hayotlarida namuna bo'lib ko'rsatib berganliklarini aytayaptilar-da. Agar deyaptilar, mana qarang, xamir qorishda ham yordam berardilar. Bozordan olgan bozorliklarni uylariga o'zlari ko'tarib kelishdan hayo qilmas edilar. Ya Alloh. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ro'zg'orlariga o'zlari bozor qilganlar. Bozorga tushganlar, xalqini ko'rganlar, hamma bilan bir bo'lganlar. Bugun ayrim insonlarni yillar davomida bozorga tushmaganliklarini maqtanib gapirayotganlarini eshitib qolasizda. Kim bozor qiladi deydigan bo'lsangiz, ana uydagilar qiladi deb qo'yishadi. Ayollarga tashlab qo'yilgan yoki bolalarga tashlab qo'yilgan yoki aytaylik kimdir haydovchisiga iltimos qiladi yo xizmatchisiga aytadi. Yo'q azizlar. Biz kamtar bo'laylik. Ro'zg'orimizga bozor qilishligimiz ham aslida bir savob. Yana payg'ambar alayhisolatu vassalamning hayotiy sunnatlariga amal qilish bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vassalam yana boy va kambag'al bilan qo'l berib ko'rishardilar deyilyapti. Yana ta'kid shuki, insonni maqomidan, mavqidan qat'iy nazar hammaga bir xil bo'lishlik, samimiy bo'lish, so'rashganda ham samimiy so'rashish, hech manmanlik, takabburlik qilmaslik, o'zgalarni mensimay qo'yish kabi illatlardan yiroq bo'lishimiz zarur ekanda. Chaqirgan joyiga pisandsiz bo'lmas, agar yomon xurmo qo'ysa ham boradilar deyaptilar. Demak, taklif etilgan joyga oqibat ko'rsatib borishimiz kerak ekan. U kim bo'lishidan qat'iy nazar, boymi, kambag'almi, o'rta holmi, bizni hurmat qilib chaqirdimi, albatta shunga vaqt topib, fursat topib borib qo'yadigan bo'lsak, o'rtamizdagi mehr oqibat mustahkam bo'ladi. Keyin oldimizga yozilgan dasturxonga ham u to'kin sochim bo'ladimi, o'rta holatda bo'ladimi yoki aytaylik kamtarona dasturxon bo'ladimi, hech undan ranjimaylik. Boriga shukr qilaylik. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam shunaqa yo'l tutgan ekanlar axir. Yengil xarajat, muloyim xulqli, go'zal tabiat va husni muosharatli edilar deyaptilar.
Demak, o'sha xarajatlarni yengil qilishimiz ham, iqtisod qilishimiz ham, odamlar bilan chiroyli munosabatda bo'lishimiz, tabiatimiz go'zal bo'lishligi va hayotimizni ham go'zallashtirishimiz, o'rtahol bo'lishimiz, mo'tadil bo'lishimiz, odamlar qatori hayot kechirishimiz bu payg'ambar alayhissalatu vassalamning tutgan yo'llari ekan. Yana ta'kidlanyaptiki, ochiq yuzli, kulmay tabassumli, xorlanmay tavozuli va isrofsiz saxovatli edilar degan sifatlarni ham bayon qilishyapti. Bu ham har birimiz uchun juda ham zarur. Aytaylik, qanaqangi bir xursandchilik bo'ladigan bo'lsa, unda ham juda ham o'zimizni yo'qotib yubormasligimiz kerak, balki o'sha ochiq chehramiz bilan, tabassumimiz bilan shukronalar keltirishimiz. Yoki qanaqangi bir mushkulot bo'lib qoldi, qanaqangi bir sinov keldi, ana shu sinovlardan ham tushkunlikka tushib qolishimiz kerak emas ekan. Balki o'sha vaziyatga munosib xatti harakatda bo'lib, bu ham Allohdan ekanligiga sabrli bo'lishimiz, tavozili bo'lishimiz, qiladigan ihsonimiz bo'ladimi, to'y ma'rakalarimiz bo'ladimi, ana shularga ham isrofgarchilikka yo'l qo'ymasligimiz ham bu payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning go'zal sunnatlaridan hisoblanadi. Qalbi nozik va hamma musulmonga rahmdil bo'lganlar, yo Alloh, biz ham keling azizlar, muborak Ramazon oyida mana shu yaxshi niyatlarni amalga oshiraylik, o'zimizni o'zimiz isloh qilaylik, kamtar bo'laylik, odamlarga nisbatan juda ham bir mehrli bo'lib hayot kechiradigan bo'lsak, maqsadga muvofiq bo'ladi.